Tramp haqiqiy yangi yil nishonlashini ko'rsatdi va u yangi yilda albatta o'g'irlangan prezident bo'lishi shart. Birodarlar, tuni kecha 20 soatlarcha oldin Venesuela prezidenti o'g'irlandi va kim tomonidan? Aynan AQSh prezidenti Tramp tomonidan. 21-asrda shunchaki bir necha soatning ichiga Venesuelaga qarata o'q uzilgan va u yoqda Delta degan harbiy kuch kirib kelgan, ya'ni AQShning eng prestij harbiy kuchlaridan biri. Va ular shunchaki bir necha soatga bir begona davlatga kirib, uni prezidenti bilan xotinini o'g'irlab chiqib, qaytib AQShga olib kelingan. Birodarlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Bu narsalar 21-asrda, ya'ni 2026-yil bo'lyapti. Yarim Venesuela bu narsadan xafa bo'lsa, yarim xalq esa Maduro endi prezident emasligidan va uni erta nima kutishini ko'ra bilganidan juda xursand. Birodarlar, Venesuela bu neft va narkokartellar bilan, har xil mafiyalar bilan juda mashhur davlat, juda katta davlat. Va Tramp bir necha yil oldin Maduroni qamashga va'da bergan. Birodarlar, eng qo'rqgan narsam Venesuela javob bermasligidan. Hozircha ko'plab politika Venesuelani o'zidan va Rossiyadan javob kutmoqda. Chunki Rossiyaga ham AQShning bu xatti-harakatlari umuman yoqmadi.